Qo'shni qaytasiz? Bu hovliga gilam yozib qo'ydim, pulni qayerdan olyapsiz? Menga qarang, tapishgani keyin tapishgan. Bu gilam bas, bu tosh gilam. Siz kuytanasiz. Qarang, endi uyimga chiqib tursa sizga o'rgataman. Buncha chiroyli bu. 120 ga 180, 2200 ming so'm qilib berdi. Qarang, materiali usta puli o'zidan bo'ldi. Men kelay bilan metisini olib berdim. Yo'q, shunchalik bo'ldimi? Bu sinib ketadi bittada bu. Sinadi, 8 so'mdan yuk ko'taradi. 8 so'mdan. Bundan tashqari meni qarang, qilgan ishlarimni qarang. 1 kvadrati 120 mingdan qilib berdi. Oq sementdan bo'lar ekan, 15 yil garantiya berar ekan. Mana bunday granitlar bilan kezib qilib beribdi. O'zlari ishlab chiqarar ekanda, shuning uchun arzonroq. Ichimda kuydirmasam bu darajada bunaqa qilib. Siz pulingiz bo'lgani bilan kuykanasizda, qildirishingiz kerak. Qarang, mana bu balandligi, so'kilimiz 70 santimetr bo'ladigan bo'lsa, 350 mingdan, agar 70 santimetrdan balandlashadigan bo'lsa, kvadratga gaplashaverasiz. Uyda egasi svetini, o'sha oziq-ovqatini qilib bersin, bo'ldi, hamma yo'q o'zidan bo'ladi. Agar burchatgan o'zi kerak desiz, atigi 80 ming so'm sotib olsangiz bo'ladi. Shu darajada bo'ladimi? O'zbekistonga bo'yicha xizmatlarni qilib beradi. Telefonimni ekan tay qo'yib qo'yaman, sizdan bostirib olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, meni xuddi shunaqa qilaman. Bo'ldi. Tezroq chiqib turing bunday. Xo'p bo'ladi, xo'p.